Qanday To'xtazmon? Ha, barimiz. Eros ishchamda qishmamda qolsa o'rinda. Ishchib qolsaq, mana Zlatinning ma'nosini ishchib olaman. Ha, bu shu sana o'xshash bokali qaraqni o'lgidek ichib, oshqozning tikirvog'idek bo'lishini oldini oldiganimda. Ha, bo'lsan ishxon kela, daldirimi kelyapti, kela bo'la. Ha, bo'ldi. Hey. Ya adaş. Bir kavziyet gibi dava birin durum yok mu ama çoğun tarafı okuyada kıldı. İçimde yakıtım. Damlarda kup gitti. Makul. Bazı para ya. Qanday daldish? Daldish yemem cuma çimeltek balvan kaçtan pıkıp kıç gitti. Tasafel alıp gitti. Ya neyim oldu? Çıraylarını tat. Purlish bu yertine otur diye koştu. Ya man nime mi o? Bu Zlatinning bu qavziyatninki bu. Nimiziyet mi? Qavziyatninki. Ya bu Erziyeti mi? Kavziyeti mi? qavziyat. Bana beğenmemişsin istedimlerinde. Ma işçim yıkıt. Bunu sana bereme. Nem akşam o'tirash bo'pti-da, yana shu qilib yasatganlarni rumkiliqlab olamiz, atamiz bo'pti-da. Akşam yaman çıkış ettim, çırağım kencilap gitmiyor geliyorum. O'tiray. Va o'rni, ha, endi o'rni qo'ygan. O To'xtazmon qanday ketdi? Men qanday ketdim? Men uqmayman. Mening o doim shu mansam bir daraxtlik qimmatli daraxtliklar cho'liqi. Ani tutib asta ani tutib, man tutib uyga ketatdim. Akşam ani tutib, man tutib o'tirib qanday bo'lib qoldi? Ishkim kesib kebrilavza. Pul ko'chibma qara. Shu joyim yotgan petim yo'q o'rlamay tanib ketib qoldim qo'saq bo'lganligi. Buniki To'xtazmon telefon qilsam videomurda qilib ketdim. Şununki onun telefon qilsam tek amil umumu yo'q. Uningki telefonim fuchur kelibdi qara. O fuchurni o'qisam, birimiz 750 kun to'g'ri keldi. Xonbos bola, xonbo, bumuş tomboda biz qo'ydik. Şunun bilan beshim ketib 750 kundan topolmay. Men uni qavzatib qopmanga ishchim ketib meni. O chu dangalib ketishimdan. O bekcha patatim tayib ketdi. Ya bu qavziyatning emas, yanchiqning bearamchiligi degan ya bo'ldi. Ya rosa qilib ketib qolsa, shu chimaltak polvasa ona degan ona qo'shqo. Ya kirmamsan bosajatqonga? O kirsan chiqmasa, o telefon qochqidigan emas shu. Desa qavziyat dedan ha, rosa. Qavziyat. Mana. Abay so'rgan nimani men beraman hozir. Sen boyam aroq ichdim burun ichib olsan. Bo'ldi, mushammening bo'ldi. To'xtazmol kelson, paranchidigan gap. Kemen ishchi hozir bera bir taf. Ben chidimi deb. Ha uchni bir qilib. Bo'ldi, birdan ichsa uni. Bana ishchimni daryo qilib akile. Ya qanday adaş? Patlab tutsan qo'y. Chimaltek bo'lgan chachlarim uni bir patlab tutdi. Ashtiga chaqlar olib kelgan. Nima ya bo'ldi adaş. Araqdan shu degan. Ya bir shirkat va degan adaş. Bir yaxshi turi chiqdi ya mablag' soldigan. Shoshni mablag' qatay desam adaş. 750 so'm pul kamlab kelib. Shu 750 so'm berib tutsan, shuni bir olay degan tumarış. Mablag' solsa, ashundan. Sen mablag' solamsa ya soskini ishiga gimilab mening og'zimga solamsa. Voy, hikoyam bo'ladi ekan juma. Voy, hikoyani baldiroq degan bo'lsam, ahang ishlab naqsh qilib ketibdi. Buni dab bo'ldi adaldirim. Akşam so'rimda o'tirib 750 qo'yding katta shu. Dab bo'lsanda Ya bo'ldi, stol bo'ldi, o'tiraman, qizimning gap qilma paranchidan. Vah. Baş itlib. Toy baş. Aroq epib tosini ya. Voy shu sen ichib o'tsan shu aroqni. O'sini spirt qaplab olib tuqqanni, men o'shamaydi.
Atış bitirme. Ya bir yıl vakti kalma. Vay, keyine mendan qarsi mutda köp ketdi. Ma, küçüre kadar bana bolumsuz kotulla tutkan desme olup. Sen bolumsuz xotondan yolda çıkı. Yolcusun yeni soğuk. Sen şeydesin sığı. Sınırsın kırım boylu. Baş. Ye, ma işkin üzerine çak çalışıp sende. Tük yok çak. Onda çakçılar cıqağa cemiyet taşla yitidim. Ma gap kileyle. Mana ma mahsulat biri sana okşaş bekalı araqni toymay içip ne çünkü bir aram jurdu Allah'ın ki ma araqtın burun içip alsan onda bişinin keyin simot tegip ketmeyi. Biri sana okşaşa qavziyatning dadi hajatxona xuyen bo'lib ketganlarning masalasini hal qildigan nima ma. Ma ilişe mani hele bir sorun ba mani işçi yapma önümünü görüş. Sana bay berip boldum go. Oğlum burada böyle adam şiş oldu mu? Yo bika verilmez. Ay didi benim işçilgan nemi kendisi sen. Ben işçi. Ya bu neyim dedin ismini? Zlatin. 70 demekide bir ançı kılır öğretme yani onu. Ya anan diken az deldirim. Hani sen hem uğruklu tutucuma. Ha koskağını kara bop ketken. Nemi o kosak mı o? O kendiken kolam tıksamlı bir dolu diken var kosak. Ya buldu kile ya çimeltek balığı ne? Nima san iş kısımları yan küzeyin takılıp geldi. Kız gibi.